Assalom do'stlar, bugun sizlar bilan bir mini darslik bo'ladi, ya'ni shader o'rnatish haqida. Bo'lmasam boshladik. Bizda ikki xil yo'l bilan shader o'rnatiladi. Birinchi yo'l fabrikka, ya'ni fabrik loaderga, mod loaderga shader o'rnatiladi. Ikkinchi yo'l esa Optifine orqali o'rnatiladi. Biz ikkala yo'lni ham ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib bizga bitta Chrome kerak bo'ladi. Va bu yerga fabrik installer deb yozamiz. Va bizga birinchi sayt kelib chiqadi va bu yerdan sizlar fabrikni yuklab olasizlar. Fabrikni yuklab olgandan keyin uni o'rnatasizlar. Uni o'rnatish juda ham oson. Bu yerda o'zingizga kerakli versiyani tanlaysiz va install bosasiz. Bo'ldi. Boshqa qiladigan ish yo'q. Ikkinchi qadam esa bizga Modriz degan sayt kerak. Bu yerda Modriz deb yozsanglar chiqadi. Va bu yerdan do'stlar mods bo'limiga o'tib, bu yerdan fabrik API'ni yuklab olasizlar. Chunki fabrikda ishlaydigan har qanday mod fabrik API'ni talab qiladi. Kerakli versiyani tanlab, bu yerdan yuklab olishni bosasizlar. Keyingisi esa bizga yana pastga tushib, mana bu yerda Saudium degan modni yuklab olishlar kerak. Bu mod asosan vazifasi FPS ni ko'tarib beradi, ya'ni sizning Minecraft'ingizni optimizatsiya qilib beradi. Bu narsa shader o'rnatayotganingizda juda ham kerak bo'ladi, chunki masalan Saudium siz kompyuteringiz 50-60 ishlayotgan bo'lsa, Saudium bilan kompyuteringiz sezilarli darajada FPS baland ishlaydi. Va biz Saudiumni o'rnatamiz. Saudium kerakli versiyani tanlab, fabrikni tanlab yuklashni boshlaymiz. Keyingisi yana bizga modga o'tib, aynan Iris Shaders degan mod bor. Ya'ni shuni yuklab olamiz. Buning qiladigan vazifasi esa o'sha biz aytayotgan kerakli shaderlarni yuklab beradi. Ya'ni xohlagan shaderlarni mayda shader bo'limida xohlagan shaderni yuklab beradi. Aynan fabrik uchun mo'ljallangan. Va bizga kerakli versiyani tanlab, fabrikni bosib, download bosamiz. Bo'ldi, qiladigan ish yo'q. Va keyin biz o'yinimizga o'tamiz va xohlasa agar sizlar launcher ishlatayotgan bo'lsalar, ya'ni mana bunaqa crack launcher, bu yerda plus bosib, biz fabrik tanlab o'rnatishimiz mumkin, ya'ni versiyani tanlab. Ya'ni menda shunaqa, mana bu yerdan o'rnatish shart emas. Men mana shu launcherni o'zidan o'rnataveraman. Va biz bosganimizdan keyin hamma yuklab olgan modlarimizni shu papkaga tashlab olamiz. Ya'ni bu yerdan modsga tashlaymiz, ya'ni folderni ochamiz. Va ochilgandan keyin bu yerdan modlarga tashlaymiz. Endi mods degan joylarga shu kerakli modlarning hammasini tashlanadi. Hamma narsa shu mods papkasiga tashlanadi. Ha, shaderlar esa mayda shader pack papkasiga tashlanadi. Mana shader pack. Bu yerdan men ishlatadigan shaderlarim, mana bu narsa kerak emas. Va mana shu meni ishlatadigan shaderlarim. Men asosan buni Solus ishlataman. Keyin Zeus degan shader bor. Mana shuni ishlataman. Ya'ni mana Zeus. Bu shader asosan juda ham kuchli kompyuterlar uchun mo'ljallangan. Ko'rib turishingiz mumkin. Ikki xil versiyasi bor. Path Tracing va oddiy versiyasi. Path Tracing bu juda ham og'ir hisoblanadi, ya'ni mana bunaqa yorug'likni real time'da render qilish versiyasi. Men asosan oddiyroq versiyasini ishlataman. Shu menga yetadi. Asosan mana bunaqangi RTX kompyuterlarda, ya'ni ko'pchilik ko'rgan RTX videolarni, RTX video Minecraftlarni o'ta shu shader ishlatiladi mana. Men o'tgan videomda shu shaderni ishlatganman. Va videoga qaytamiz. Biz o'rnatib bo'lganimizdan keyin play'ni bosib va biz play bosganimizdan keyin bizda alohida menyular ochiladi. Hozir biz 1.11 da o'rnatib yubordim. Menimcha crash beradi, ana aytganimdek. Chunki ichidagi modlar faqatgina 1.1.4 uchun edi. Va bu yerda ham ko'rib turganingizdek, bizda fabrik loader bor. Ya'ni men fabrik ishlataman. Bu yerdan play'ni bosamiz va Minecraftga kiradi. Biz Minecraftga ham kirib oldik. Endi qiladigan ishimiz bu yerdan nastroyka va sozlamalar va bu yerda mana bu shunday bo'limlar ochiladi. Ya'ni umuman o'zgarib ketadi Minecraftlar. Juda ham chiroyli bo'lib ketadi. Mana bunaqa hamma yo'q, mana chiroyli taklangan bo'ladi. Ya'ni qavatda menyuda bo'lmaydi. Juda ham yaxshi. Masalan, performance, masalan 12 ta yadro, ya'ni 12 ta yadro emas, 12 ta logical yadro ishlatadi degani bu. Ya'ni chunklarni yangilash uchun. Mana bularni yoqib qo'yishlarni maslahat beraman. Agar o'chik bo'lsa, bu shu Saudiumda anaqa render Saudium sozlamalari. Ya'ni Saudium bu sozlamalarni o'zgartirgan ko'rinishini va o'zini sozlamalarini ham qo'shgan. Va bu yerdan shader packga o'tamiz va bu yerdan mana ko'rib turganlaridek hamma shaderlar bor. Mana Shrimple shader bu RTX shader hisoblanadi, ya'ni real time'da bo'layotganimdek
xaritamda nurlarni kuzatadi va bu yerda sog'lash shader meni yoqtirgan shader va visual wireless bu biroz slavik kompyuterlar uchun. Va bu yerda bliss shader bor, bu ko'proq distant horizon bilan ishlaydi, ya'ni ko'pchilik distant horizon bilan ishlatadi. Va nostalgiya bor va ko'p shaderlarimiz bor. O'tgan videomizdagi shader esa Seus edi. Ya'ni bu yerda Seus yo'q, chunki men bu profilda qo'ymadim va bu yerda Seus ko'rinmayapti. Va keyin endi Forge uchun men mana bu Fresh Smooth Animation yani alohida modpack qo'yganman. Modpackni o'rnatish uchun esa mana bu yerda Install Manager'da ustiga bosib, bu yerdan import modpack qilinadi, ya'ni modpacklarni import qiladi. Va modpack olish uchun biz xuddi shu narsaga kirib, bu yerdan modpacks kiramiz va bu yerda ko'rib turganingizdek, alohida optimizatsiya uchun modpack ham bor. Juda ham ko'p modpacklar bor, masalan, Saudin Plus va shunga o'xshash. Va bitta bosib modpackni yuklab olasiz. Ya'ni modpack unchalik katta bo'lmaydi. Uni o'zini mana bu loaderi o'zi yuklaydi, ya'ni modpack ichidagi narsalarni yuklaydi. Masalan, versiyani tanlab downloadni bosasiz. Bu yerdan yuklanib bo'ladi va bizda import modpack qilamiz va bu yerdan o'sha yuklagan modpackimizni tashlaymiz. Mana Fabulously Optimized shuni tashlaymiz va bizda uje modpackni yuklaydi. Va bo'ldi. Bizda shunda yuklandi. Men ham mana shu modni, ya'ni shu modlarni shunda yuklaganman, ya'ni shu yo'nalishda, lekin sizlarga men bir yo'la faylni tashlab qo'yganman. Sizlarga kirish osonroq bo'lishi uchun, ya'ni kerakli fayllar mods papka, resource pack papka, shader pack. Va shu yetadi deb o'ylayman sizlarga. Va bo'ldi. Biza endi fabrik uchun o'rnatilishni bilib oldik. Endi Forge ya'ni Optifine uchun o'rnatiladi. Bu yerda Optifine deb yozamiz. Optifine. Men oldinlar Optifine ishlatganman, lekin hozir ishlatmayman, chunki Optifine'da biroz FPS'lar yaxshi bo'lmaydi. Sodium Irisga qaraganda. Bu yerga ko'rib turishingiz mumkin. Tushunarsiz yozuvlar va bizga download kerak bo'ladi va biza versiyalarni topamiz, ya'ni kerakli versiyalarni qidirib topamiz va preview versiyani ustiga bosib yuklab bosamiz. Va bu yerda bizga reklama qo'yib beradi, lekin mana bu yerda sanayapti, ya'ni shu sanab tugagandan keyin biz yuklab olish sahifasiga o'tamiz. Optifine 1.1 uchun hozirgi versiya 1.1. Shuni yuklaymiz. Xohlasanglar versiyasini o'zgartirsanglar bo'ladi mana bu yerdan. Xohlasanglar yana ham osonroq bo'lishi uchun bu yerdan Optifine deb versiyasini yozib ketsalar ham bo'ladi, ancha osonroq bo'ladi. Va endi biz yuklab bo'lganimizdan so'ng bu yerdan baribir ham yuklashni bosamiz va yuklab bo'ladi. Endi bunga kiramiz. Yo'q, bunga kiriladimi ekan? Ha, bo'ldi, kiriladi. Kirgandan keyin biz Minecraft yo'lini o'zi topadi va install bitta bosamiz, bu o'rnatadi. Va bu xuddi shu sozlamalarda bizga shader degan yana bir sozlamani ochib beradi. Ya'ni men oldingi Saudium interfeysda emas, oddiy vanilla interfeysda. Va shu bilan bo'ldi. Biz tugatamiz, ya'ni o'sha Optifine yuklab o'rnatib bo'lgandan keyin bo'ldi. Keyin alohida nimalar deyapman, o'rnatib bo'lganlardagi launcherda, ya'ni launcherdan qanday launcher ishlatsalar ham yana alohida bir versiya paydo bo'lib qoladi, ya'ni yangi versiya, ya'ni vanilla emas, yangi versiya. Ana shu versiyadan kirishinglar kerak. Ana shu versiya Optifine'ning versiyasi hisoblanadi. Agar launcherdan kiradigan bo'lsanglar, launcherda o'zi Optifine joyi bor, ya'ni masalan bizda plus bo'lib mana bu yerdan plus bo'lib tanlayapman, to'g'rimi? Forge Optifine. Bularda ham xuddi shunday tanlovlar bo'ladi versiyalarda. Shu bilan videomiz tugadi. Rahmat hammaga.